Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurimjon Abdurashid. Oxirgi so'z. Bizning dardimizga o'xshaydigan yana bir dardning borligini anglab boqmadim. Biznikiga o'xshash dardi bor yana bir millatning bo'lishi ham mumkin emas, deb jazm qildim. Xiyolim mushu yerga kelganda Tibetlik ko'z oldimga keldi. Ularning Xitoyning mustamlikasi ostida zulm tortayotganligi, o'zlariga o't yiqib bozor rastlarida Tibetga erkinlik deb shuar to'g'lab, bir parcha o't yolqiniga aylanib yugurib ketayotganligi, vatan millatning ishqida yongan jismi chichili bo'lib, yerga yiqilguncha yashsin Tibet xalqi, yo'qolsin zolim Xitoylar deb to'g'laydigan shuarlari qulqimda aks sada yangratdi. Birda shuar to'g'lab yugurib ketayotgan bir parcha o't yolqini, birda chichiliga aylanib yerda yotgan Tibetlik vatan qurbonlari ko'z oldimdan g'ilpal o'tib ketdi. Bu manzara boshqalarning dardi yo'qmikan degandek bir savolga ishorat qilatdi. Bizning dardimiz mushu yerda edi. Dardimizning faqat yana bir o'xshashning yo'qligi mushu yerda ifodasini topatdi. Men bu kitobni yozib bo'lib, mazmunlarini qayta ko'zdan kechirgach, inchikilab diqqat qildim. Ortiq ketgan, uvol qilingan, to'kmatga o'xshab qolgan biror mazmunni bayqamadim. Ammo dardimizning haqiqatan bak ig'ir ekanligini yana bir qatim tunib yetgandek bo'ldim. Chunki biz millatimiz erishmoqchi bo'lgan narsaga badal to'lashga majbur bo'lgandeklar, har bir Uyg'ur o'zining kimligi uchun ig'ir badal to'lashga majbur. Uyg'ur bo'lib yashash bak ig'ir badal talab qilyotdi bizdan. Aniq aytganda, men Uyg'ur deb o'zini o'zi qabul qilish va o'zini o'zi e'tirof qilishmi to'lanayotgan eng ig'ir badal bo'lib qolyotdi kunimizda. Shuncha ig'ir badalni yengiltish va dardni azaytish uchun kurash qilishga, inqilob qilishga va yoki jihad qilishga majburlandik. Ham shunda qilishga haqliq. O'lsak darddan, zulmdan qutulatdik. G'alaba qilsak ham shunday bo'ladi. Tibetlik raiblar jonliqlarga azar bersa bo'lmag'achqa, hatto dushmaniga qo'l yondirsa bo'lmag'achqa, vatan millatga bo'lgan sevgisini, dushmanga bo'lgan g'azab nafratni ifodalashga amalsiz. Dard va zulmdan qutulishga amalsiz bo'lg'achqa, o'ziga o't yiqib, o'zini tirik jonliq bet ko'ydirib, yangi bir yo'l ochdi. O'zini tirik ko'ydirib o'ltirish naqadar vahshiy, qo'rqinchli harakat bo'lishi qarabay, butun dunyo ahli Tibetga va Tibetlik raiblarga ko'z yoshi qiladi. Ularning dardini butun dunyo biladi. Biroq bizda o'lchamlik e'tiqod bor turib, dushmanini o'ltirsa, o'z haqqini qon bilan qo'g'dab, jon bilan olsa bo'ladigan dunyoviy qonuniyatga uyg'un haqli turib, nimishqa bu qadar dard bo'lib ketdik? Chunki Tibetlik raiblar o'z erkinligi uchun millatining, vatanining dardi uchun o'z jonini fido qildi, tenini ko'ydirdi. Biz bo'lsak o'zimizning dushmanimizni Alloh uchun o'ltirib beramiz. O'zimizni Alloh uchun o'limga tutib beramiz. O'zimizni Alloh uchun azod qilib beramiz. Hatto Allohga davlat qurib berish uchun ulug' ish qilamiz. Bu yerda Tibetlik bilan bizning oramizda bak cho'ng farq bor. Agar Alloh bizga bir narsa qil demagan bo'lsa, u chog'da qanday bo'ladi? O'zimiz uchun, boshqalar uchun hech narsa qilmasmidik? Bir qancha yil ilgari bir yuqori darajali davlat xodimi meni ishxonasiga suhbatga chaqiribdi. Uyg'ur Xitoy masalasi to'g'risida Uyg'urlarning harakat nishoni va o'zimning shaxsiy ko'z qarashi ustida paralashmoqchi ekan. Suhbat davomida Uyg'urlarning hozirgacha Xitoyga assimilyatsiya bo'lib ayrılishib ketmay, milliy kimligimizni davomlashtirib kelayotganligimizda dinning bak muhim rol o'ynaganligini, shuning uchun Xitoy hukmronlari hammadan bakrak diniy e'tiqod tarafdan ig'ir zarba berayotganligini, Xitoyga jeni va qini bilan qarshilik ko'rsatib, Uyg'ur millatining erkinlikka, ozodlikka erishish sadosini dunyoga anglitishda diniy tarbiya ko'rgan va diniy e'tiqodli kishilarning zo'r badal to'layotganligini misollar bilan so'zlab o'tdim. U kishi diqqat qilib anglaganikin o'zining ko'z qarashini so'zildi. Masalani burumlamasdan, hissiyotingizni qo'shib qo'ymasdan obyektiv tushuntirdingiz. Sizlar shunda qarab kelayotgan bo'lg'achqa, balki yana shunday shaklda harakat qilayotgan va g'arblikni shunday tushuntirib kelayotgan bo'lg'achqa, kishilar sizlarga qiziqmayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Yevropaliklar 15 asrdan ortiq din urushi va mazhab urushi bilan tarix yozgan.
diniy urushning balosidan qutulgandan keyin tinch inoq Yevropa ittifoqini qurib chiqdi. Menimcha Uyg'ur Xitoy ziddiyati hargizmi diniy ziddiyat bo'lib ko'rilmasligi lozim. Masalan, Tibetlik bilan Xitoylar din va ba'zi madaniyat elementlarida quyuq o'rtoqlikka ega. Shundoq turibmi ziddiyat bak eg'ir ham Tibetlikning Xitoyga assimilyatsiya bo'lib ketgan yeri yo'q. Agar bir millat uruqidan pishqanli bo'lsa, unda tiz yo'qolib ketmaydi. Aranglarda, ya'ni chet eldagi da'vo qo'shini demoqchi bo'lsa kerak. Jamiyatshunos, millatshunos, madaniyatshunos mutaxassislar bormi? U gapning orasida qo'shimcha so'rab qoldi. Ancha o'ylanib ketmasdilar. Yo'q, unda kasb akli millatimiz ichidami bak oz. Da'vo sepida hech qanday kasb akli yo'q dedim. U beshni yenik silkidi ham bir narsani tushunib qanoat hosil qilgandek ta'sir berdi. Biz bir qancha soat fikrlashdik. Uyg'ur Xitoy masalasining hozirgi ahvoli va kelgusi, xalqarodagi o'rni, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining tuzilmasi. Uyg'urlar qurolli harakat qo'zg'asa, qaysi davlatning qo'llanishchan pozitsiyasi bo'la oladiganligi qatorliq nurg'un cho'ng temalar ustida fikrlashdik. Shu suhbatdan keyin ko'p o'ylandim. Bo'lib o'tgan va yuz berayotgan nurg'un harakatlarimizga, uning gunga arqa ko'rinishlariga va natijalariga inchiklab qaradim. Tasavvur qilish qiyin, aql sig'dira olmagan darajada ziyonkashlikka uchraganligimiz va ziyonkashliklarning davomlashayotganligi ayon edi. Keyingi vaqtlarda da'vorimizdan 10 yilga yetmagan shunchalik qisqa zamonda butun yer shari aylanib chiqib, kunimizga kelganda diniy majro shakliga kirib qolishi hamda dunyoviy xatarlik din va mazhab urushlarida Uyg'ur jihodchilarining oldingi saflarda fidokorlik ko'rsatishlari tushunish va qabul qilish mumkin bo'lmagan bir manzarani shakllantirmoqda edi. Bizning dardimiz shu qadar cho'ng, tanglish yo'q. Ig'ir bir dard bo'lg'achqa, aslida bizga qurol tuta oladigan, dushmanni qon qustira oladigan fidokor azimatlar kerak edi. Vatanda qurol tutishni va qurol ishlatishni o'rganish imkoniyatimiz bo'lmag'achqa, bu ehtiyojimizni chet elda hal qilishga fursat bor edi. Biroq chet elda 20 yildan buyon jang maydonlarida yurgan jihodchilarimiz dushmanni boshqa yerdan, do'stini boshqa yerdan tepib olishdi. Ular millatimizning yuragini yisimi puadan chiqmag'idek tarsa bo'lib ketishdi. Bizga jihodchi qo'shinlardan vafoning o'rniga jafo keldi. Chunki ular o'zlarining Uyg'ur ekanligiga inkor qilishsimi, lekin ularni shu yo'lga selib qo'ygan dushmanimiz Xitoylar ularning Uyg'ur ekanligini dunyo ahliga fakt bilan ko'rsatib berdi. Shuningdek, bizning da'vorimizni dunyo ahliga anglitadigan diplomatik xodimlarga ehtiyojli edik. Biroq shuncha uzun yil, ya'ni 25 yil tirishib da'vo qilib yurgan tashkilotlarimiz biror diplomatik xodimni, xalqaro munosabat mayiridan birarni yetishtirib chiqolmadi. Shunga chet elliklarga dardimizni anglitadigan kishimiz ham yo'q. Bor bo'lganlari tog'dan bog'dan so'zlab, yuragimiz og'rivotsa qo'saq og'riqidan qaqshab, tog'dan so'rasa bog'dan javob berib, dardimizga quloq soladigan kishilarni zeriktirib qo'ydik. Da'vorimizni muntazam prinsip bilan yetaklaydigan rahbarlik qo'shiniga ehtiyojimiz bor edi. O'zimiz saylab chiqib agashdik yoki o'zlarini sayiltib bizni agashtirib oldi. Qusur izladik, yetarsiz taraflarni tanqidildik, tuzatmadi. Yüz o'rdik, yaxshisini zarqib kutdik, almashtirdik. Nemishqidir konusdan yengisi balaxo'r chiqatdi. Boshqa millatnikiga selishtirdik. Uyg'urcha internet torlari ichilibdi, dastlabida toza tilidik, keyinchi tanqidildik. Foydasi bo'lmadi. Ziddiyat aynib ketdi. Tanqidlar to'kmatga aralashib, tomlab kitob yozib chiqildi. Foydasi bo'lmadi. Tuzitishga tegishli xatolik yo'qmi? Yoki xatolikni tanimamdi? Javob tepish haqiqatan mushkul. Rahbarlar tarafidan raddiya o'rnida it yurar, karvon yurar degandek qo'shoqmi yozilib qoladi ba'zida. Yana ba'zida ish qilg'achqa kishilar g'ajaydi. Hech nima qilmaganni haqmi ko'rmaydi. Qanchalik ko'p g'ajlangan kishi shunchalik ko'p ish qilgan bo'ladi deb tasalli tepishidi ekan rahbarlar. Kasalning zodi nada ekanligini bilishga ko'p vaqt ajratdim. Boshqa da'vogar millat rahbarlarining ortiqchiligini bilishga tirishdim. Bo'libmi biz bilan parallel dard tortayotgan Tibetlikning ahvoliga ko'proq diqqat qildim.
Tibetlikning ruhoniy e'tiqodida bir kishi o'lganda ruhi ko'chib, yana bir yangi tug'ilgan kishida paydo bo'ladi ekan. Shunday qilib 13-Dalay Lama o'lgandan keyin uning ruhi ko'chgan bu vaqtni izlash boshlanibdi. Qaq 3 yil izlab birini Tibetning to'limi yiroq qishloqlaridan, yana birini Ko'knur, ya'ni Chinxayning tog' jilg'ilaridan tepibdi. Jon bir, tan 2 bo'lib qolg'achqa, yana kutishga majbur ekan. Balalar 6 yoshga kirganda Ko'knurdan tepilg'ini kasal tegib o'lib ketib, Tibetdan tepilg'ini to'liq nomzodlikqa erishibdi. U hozirgi Dalay Lama bo'lib, uni 6 yoshga kirgan vaqtida ota-onasidan ayirib, Lxasadagi markaziy butxonaga elib ketibdi. Dalay Lama degan martaba faqat ruhoniy yetakchi bo'lib qolmasdan, balki Tibet xalqining podshohi hisoblanadi ekan. U ham ibodat, e'tiqod ishlarini, ham siyosiy ishlarni boshqaradigan birli cho'ng kishi degan cho'ng kishisi ekan. Asli an'anaviy qoida bo'yicha nomzod bovoqni 3 yoshli ota-onasi va urug' jamiyatidan ayirib elib ketadi ekan. Biroq bu qatim kandidat 2 bo'lib qolg'achqa, birisi o'lmagicha yana birisini qabul qilishga mumkin bo'lmag'achqa 6 yoshga kirgich kutishga to'g'ri keldi ekan. Demak, 6 yoshlik balani butun shaxsiy munosabatdan uzib, na otalik, na onalik mehri, na balalik tuyg'u, na qarindoshlik sevgi, ish qilib o'ziga taalluq barliq bog'lanishlardan ayirib, Tibetni va Tibet xalqini biladigan, Tibetni va Tibet xalqini suydigan, birli yurak, birli vatan, birli sevgi, o'zi shu millat, o'zi shu vatan, birli manfaat tuyg'usi bilan tarbiyalab yetishtirdi ekan. 7 yoshdan e'tiboran beshiga shohlik toj kiydirilib, shohlik taxtida o'ltirg'izib, butun bir millatning akobir ashraflari, mashhur rohiblari, yurt kattalari, amaldor mansabdorlari uning saltanati oldida tizilib, pukilib, "Ey ulug' shohim, muqaddas lamarim, biz sening qo'llaring, butun Tibet xalqi sening qo'ling, butun Tibet sening tasarruflaring ostida. Tibet osmonidagi ucharliqlar, Tibet zaminidagi jonliq va jonsizlar sening himoyang ostida. Sen hamma narsani xohlagancha tasarruf qilasan. Jinimiz, tenimiz, sharafimiz sana fido bo'lsin" deb bay'at qilgan soatlardan boshlab u bola o'zini e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Ham o'zining bir millatga tang, bir davlatga tang ulug' shaxs ekanligini qabul qilish ideyasi bixlandi. Yig'ib aytganda, Tibetliklar uni lama, podshoh, siyosatchi, rohib, yetakchi, rahbar, lider qilib tarbiyaladi. U shundoq dohiy bo'lib chiqdi. Uning Tibetdan boshqa hech narsasi bo'lmadi. Hatto insonda bo'ladigan shaxsiy kishilik, shaxsiy tuyg'u, shaxsiy tushuncha, shaxsiy tafakkurmi bo'lmadi. Shuning uchun muajiratga 60 yilda uning yuragi Tibetdan boshqa narsaga so'qmadi. U guruhvozlikni, yurtvozlikni, mansabparastlikni bilmaydi. U faqat Tibetlikning manfaatini biladi. Shuning uchun Tibetlik bizdan 10 yil keyin hijratni boshlagan bo'lsa-mu, mustaqil bir davlatga o'xshash hukumat qurib chiqadi. Muhojir Tibetlikni sistemli o'rinlashtirib, bir tutash boshqarib ketyapti. Tibetlikning muvaffaqiyatlarini Dalay Lamasiz tasarruf qilish mumkin emas. Dardimiz oshgan siri davorimizning paxallashib ketayotganligi, boshqalarning muvaffaqiyatlarini, utuqlarini ko'rib, o'zimizning passivligimizni bayqagan siri kelgusi texmu qorong'u, tumanliq ko'rindi. Xiyolparastlikmi ba'zida umidlanishga yo'l ochadi ekan. Shundaq kunlarning birida fantaziyalik bir rahbarning obrazini yasab chiqdim. Haq bilan va natija qozongan ishni haq qilgan va natija qozongan ishni biz nima qila olmoqdakmiz? Ish bilmaydigan raqobatchi, hasadxo'r, guruhvoz, shaxsiyatchi, irodasiz, gumonliq rahbarlardan og'rinib yurguncha boshqalarnikidek yaxshi rahbarni o'zimiz yetishtirsak, hech bo'lmaganda dardimizning bir parchasi bo'lsa-mu, yengillab qolsa ajab emas. Bir yaqin og'inimizning o'g'li 3 yoshga kirib qoldi. Bir kuni uningdan so'radim. "Balangiz cho'chak selib bergan cho'pni o'zi yeyaligidek bo'ldimi?" "Nima deydigansiz? Qo'sig'i ichib qolsa, nonni qaymoqqa milab yeydi taxi. Jinini boqqidek bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa, balangizni millatga berib eting" dedim. Gapni kesiblar. Nima keragi kichik bolaning millatga? Keragi bor, albatta. Uni millatga rahbar qilib chiqamiz. Kallamdagi rahbar fantaziyasini uning tushuntirdim. Men o'g'limni millat uchun tarbiyalab cho'ng qilaman.
Allah ömür berse, oğlum kelgісide vatan millet üçün xizmat qılğan adam boludu, dedi o. Her qandaq atılarının aytadiganlarga o'xshashlar. Yo'q, bo'lmaydi. Chunki u balani o'zingiz tarbiyalasınız, sizga o'xshash odam bo'lib chiqadi. Sizning qo'lingizdan kelmagan rahbarlik siz tarbiyalagan balaning qo'lidanmi kelmaydi. Uningdan boshqa yana bir haqiqat shuki, ota-onaning, oilaning tarbiyasi cho'ng bo'lgan bala shu ota-onaning yana bir ko'paytirilgan nusxasi bo'lib chiqadi. Boshqa uvda tuxumdan chiqqan, boshqa katakda uchitma bo'lgan qushlarning uchadigan osmini, qo'nadigan qo'ndoqlarimi boshqa bo'ladi ekan. Shunga millatning osmonida uchadigan, millatning qo'ndiqiga qo'nadigan rahbarni millat o'zi tarbiyalab chiqishi lozim, dedim. Keskin talaffuzda. U og'ina e'tiqodlarimning chaqchaq emasligiga to'liq qanoat hosil qilgandan keyin birpas jiddiylashib, masalaning yana bir tarafini o'tirib qo'ydi. Ma'qul, o'g'limni berivatdimmi deyli, Dalay Lamani butxonaga ilib ketibdi ekan. U yerdagi rahiblar siyosat, madaniyat, e'tiqod, falsafa, odam boshqarish, davlat boshqarish, podshoh bo'lish, dohi, lider bo'lish qatorliq hamma kasb va xislatlarda tarbiyalab yetildiribdi. Ammo men balamni kimga beraman? Sizga bersam o'zingizda qilib chiqsiz. Yana birisiga bersam uningga o'xshash bo'lib chiqadi. Millatimizning 3 yoshlik balani ekitib, tarbiyalab dahi rahbar qilib chiqqida kollektiv pedagogisi bormi? Kim va qaysi guruh tarbiyalasa, o'zlariga o'xshash yeni bir nusxasini ko'paytirdi. Xolos. Yengilib ilgirlash bo'lmaydi. Uning gap so'zlari meni o'zimizga, yana ochiq realligimizga qaytirib kelgandek bo'ldi. Hayajon va qizg'inlik bilan boshlangan suhbat ko'ngilsiz va sovuq kayfiyat ichida oxirlashdi. Bu kitobni boshdan oxirigacha to'liq o'qib chiqqan kishining zihnida yuqorqidek mayus bir kayfiyat iz qoldirdi. Navoda birlari bu kitobni o'qib, yana meni tanqidlabdi, mening ishimni mengayotgan yo'limni tashkilotimizga ayblabdi deb o'ylasa, bu tabiiy ahvol. Shunchalik bo'lsa-mu ta'sir qilsa, kelgusidan umid bor. Ammo ranjisa, boshqalarga qoqshab bersa, ko'nglida g'um saqlasa, demak, bu o kishida kasal borligini ko'rsatib qolmasdan, balki uni davolashning, o'zgartirishning imkonsiz ekanligini ham isbotlab beradi. Pash qilish uchun emas, balki kishilarni vaqiflantirish va pag'aslantirish uchun, birlarini tanqidlash uchun emas, balki ogohlantirish va nachar illatlarni o'zgartirib, foydali vaziyat yaratish uchun yozilishi kerak. Bu kitob mushu yerda tamom bo'ldi.